Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan siz aziz kitobxonlar uchun tayyorlangan buktreyler. Abdulla Aripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati Koson tumani Nekus qishlog'ida tug'ilgan. Uning talabalik yillarida yozgan Tilla baliqchi, Men uchun sevaman O'zbekistonni kabi dastlabki she'rlari o'zbek poeziyasiga yangi iste'dod kirib kelganligidan darak bergan. 1965-yilda nashr qilingan Mitti yulduz to'plami unga shuhrat ato etgan. Shundan keyin shoirning Ko'zlarim yo'lingda, Ruhim, Xotirot, Yillar armoni singari to'plamlari chop etildi va ularning har biri adabiyot maydonida hodisa bo'ldi. Uning Bahor, O'ylarim, Onajon kabi she'rlari nafaqat o'zbek she'riyati, balki jahon she'riyatining ham namuna asarlariga aylandi. Abdulla Aripov turli janrlarda ijod qilgan, jumladan Sohibqiron pyesasini yozib, Buyuk sarkarda Amir Temur obrazini yaratgan. Shoir Dante ilohiy komediyasining Do'zax qismini tilimizga yuksak mahorat bilan tarjima qildi. Shoir ijodi O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. Abdulla Aripov 2016-yilning 5-noyabr kuni vafot etgan.